Va nihoyat bugun men sizlarga bolajonimiz balnisini obzorchiga aytib beraman. Farzandli bo'lganingdan keyin o'zing yemasang yemaysan, giymasang giymaysan, lekin farzandingga novdir olsang, sendan baxtiyor odamni o'zi bo'lmaydi ekan hayotda. To'g'rimi, mashallah? Yaqinda inshaalloh ikkinchi farzandimni bag'rima olaman. To'g'ri, hali unga vaqt bor. Lekin Firdaus meni ilk farzandim. Kichkina papa vaqtimdan mendan ajralmagan. Kichkina odamcha uyimizga kelishimdan oldin Firdausni хотя бы отдельный qilish fikri kallamagan. Fayz mebel bilan kelishgan holatda Pinterest programmasidan qarab, inosh chiroyli spalnini tanladik. Matrasga zakaz berib qo'ydik. Bir haftaning ichida matras kelincha Firdaus to'liq отдельный bo'lib oldi. Firdaus hozir 3,5 yoshda. Geshda faqat bir marta yig'lab turganini aytmaganda, polnisti o'zi uxlab yuribdi. Belni kачествосына вообще gap yo'q. Любой время kir bo'lgandam yuvbasam bo'ladi. Eng asosiysi bolajonim mebeli dim yoqdi. Buni esa ko'zimdagi quvonchimdan bilib olsanglar bo'ladi. Spalning narx-sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada narx deb yozib qoldiring. Havas qilganlar yurakchani bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Chiroyli niyat va orzu havas qilishdan hech qachon to'xtamang, zero uni Alloh sizga yashin tezligida yetkazadi.